Biz o'zi kuchli bo'lganmiz. Ishonmayman boshqacha bo'lganiga. Biz Osiyo maydonlarini zabt etib, keyin qatorasiga saralashlarni boy berganimizda ham nimadir yetmay qolgani, liderlar bilan muntazam 4 o'rin uchun kurashganimiz aslida kuchliligimizga dalolat. Lekin baribir o'sha yetishmay qoladigan narsani izlardik. Nima u? Talantlarmi? Yo'q, bizda doimo kuchli avlod bo'lgan, zo'r futbolchilar bo'lgan. Mirjalolimiz bo'lgan axir. Maksim Shatskixdek hujumchimiz o'ynagan. Shkvilinu, Shirshov, Ahmedov va Jeparovlar avlodi baribir mundial ishtirokchisi bo'lishga arzirdi. O'sha yetishmagan jihatni oxirgi payt ilg'agandik. Hammamiz bildik, e'tibor. Mamlakatning birinchi shaxs tomonidan bo'lgan e'tibor. Bu futbolga qanday ta'sir o'tkazishi mumkin? Axir maydonda 11 yigit o'ynaydi. Ular o'z gollarini urishda bo'ldi-ku deymiz. Shunaqa, lekin doimo bir ochko yetmay qolishi, bir gol yetmay qolishi, oxiriga borganda nimadir omad bizni tark etishi baribir bekorga emasdi. Qarang, Shavkat Miromonovning futbolga e'tiboriga. Bu qarorlar bilan emas, balki munosabat bilan, stadionga tashrif bilan. O'sha kuni yoshlarimiz Osiyoda tengsiz bo'lib kubokni O'zbekiston prezidenti bilan birga boshlari uzra ko'tarishayotganda, o'sha doimo bizga yetmay qoladigan bir qatra futbol mehri namoyon bo'lgandek. O'sha mehr, futbolni sevish, jaydari yigitlar bilan vujudan birgaman degan xitob hammasini o'zgartirib yubordi. Men hozirgi terma jamoamizning oldingilarda o'ta farqli darajada demagan bo'lardim. Bularning baxti shu doimo yetmay qoladigan bir chimdim mehr keyinchalik kerakli ochkoga, kerakli golga va kerakli omadga aylanayotganida. O'sha e'tibor tufayli deb o'ylaymiz, O'tkir Yusupov koreyslarning 2 penaltisi yo'nalishini topdi. O'sha mehr bois raqiblarimiz aksar hollarda bir kam o'yinchi bo'lib qolaverishdi. O'sha ishonch tufayli biz Erondan qo'rqmay boshladik. Forslar ilk bora o'zlariga teng raqib ko'rishni boshlashdi va bugun ilk marta mundial ishtirokchisi bo'lishimiz mumkin. Ilk bora, eshityapsizmi? Ilk bora hammasi o'z qo'limizda. Ilk bora hatto durang ham qoniqtiradi bizni. İlk bora biz uyga borayotgan raqibimiz bizdan qo'rqyapti. O'zbekistonliklar kamroq kelsin, bizga qo'rqinchli bosim bo'lmasin deb mamlakatidagi eng kichik stadionda o'tkazishyapti o'yinni. Lekin bu narsalar Timur va uning yigitlariga zarracha ta'sir o'tkazmaydi deb o'ylaymiz. Chunki ular bilishadi, ortda vatan bor, el bor va mundial uchun yetmay qoladigan kimlik o'rnini to'ldiruvchi mehr bor.